Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar tor betiga xush keldingiz. Diqqatingizda Shvetsiyada o'ltirishliq shoira Rahila Kamalning Shamol nomli she'ri. Shamol. Qayg'urma. Odamlar orasida o'zingni yolg'iz his qilsang, ularni yolg'iz. Hech qachon yolg'iz qolmaysan. Qara shamollarga. U seni o'rab turadi. Mayli shamolda yaproqlarning visolini ko'rsin. Larzon shamol chekchashlaringni o'ynab, chehrangni so'yidi. Etaklaringni uchirib, ayolliqingni yodimga soladi. Illiq shamol bo'yningni silab, ichingga kirib, teningni rahatlantiradi. Soğuq shamol seni andiktirib, o'zingni issiq tutishga, ruhingni chaqinliqlardan yiroq tutishga undaydi. Bo'ronda yaproqlarning hijronini ko'rasan. U hayotingdagi tragediyalardan derak berib, seni kuchli bo'lishga ishoratlaydi. Shamollarning har holida sen borsan. Sening her halında yana o'zing borsan. Aytqina, sen yolg'izmi? Mikrofon oldida Nuriya Rahman. 2022 yili may janvada unga elindi.